Eronda oliy rahbar Ali Xaminiy bilan xayrlashuv marosimi boshlandi. O'nlab davlatlar vakillari xayrlashuv marosimida ishtirok etyapti. Eron armiyasi bosh qo'mondoni general Amir Xatamiy qasam ichaman, har qanday yo'lni topib bo'lsa ham AQShdan va Isroildan oliy rahbar Ali Xaminiy qoni uchun qasos olaman. Qonga qon, jonga jon dedi. Said Ali Xaminiy Eronni 36 yil boshqargan buyuk shaxs edi. Bu muhtaram zot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning avlodlaridan hisoblanadi. Bugungi kunda Tehron 30 dan oshiq davlat vakillarini qabul qilgan katta muzokaralar plashatkasiga aylandi. Ozarbayjon va Armaniston, Pokiston va Afg'oniston kichik Ahmadshah Mas'udning tashrifi bunga yaqqol misol. Eron bir o'lib, bir qaytdi. Qaytganda ham kuchli bo'lib qaytdi. Bugun Eron mintaqa o'yinchi emas, bugun u global o'yinchi. Dunyo zo'rlari ham u bilan kelishishga majbur. Siz qanday fikrdasiz?